Eng dahshatlisi shundaki, bu safar qulash tashqaridan boshlanmadi, ichkaridan boshlandi. Shu qismda kimningdir obro'si emas, kimningdir ruhi sinayotganini ko'rdik. Uzoq vaqt davomida qudrat bo'lib ko'ringan narsa aslida qo'rquv ustiga qurilganini, muhabbat deb ko'rsatilgan hislar esa ko'pincha nazoratning niqobi bo'lganini his qildik. Shuning uchun bu voqealar oddiy fosh bo'lish yoki navbatdagi janjal emas. Bu har bir qahramon o'zini o'zi inkor qila olmaydigan nuqtaga yetib kelgan lahza edi. Ular endi orqaga qayta olmaydigan, oldinga esa qo'rquv bilan qadam qo'yadigan bir paytda turishardi. Nazokat atrofida sekin-sekin torayib borayotgan halqa bu qismning eng og'riqli manzarasiga aylandi. Bir paytlar odamlarning zaif joyini topib, o'sha yer orqali ularning taqdiriga kirib olgan ayol endi o'zi himoyasiz qolmoqda. Xonada havoning o'zi qalinlashgandek, har bir nafas og'irlik bilan kelayotgandek edi. Uning ko'zlari endi avvalgidek emas, ular nimadir qidiryapti, lekin bu safar u javoblarni emas, vaqtni qidiryapti. Eng muhim o'zgarish ham shu yerda. U endi aybsizligini isbotlayotgan emas, vaqt yutishga urinayotgan odamga aylandi. Bu juda katta farq, chunki inkor hali kuch borligini bildiradi. Vaqt yutish esa ichkarida mag'lubiyat allaqachon boshlanganini fosh qiladi. Uning sukut ham endi avvalgidek qurol emas. Qachonlardir sukut uning eng kuchli quroli bo'lgan. Odamlar o'sha sukut ichida nimani o'ylayotganini bilmay qo'rqib yashashgan. Ammo endi o'sha sukut ichida tan olingan gunohlarning soyasi bor. U buni o'zi ham his qilyapti. Ko'zguga qarasa, avvalgi nazokatni ko'rmayapti. Uning o'rnida chehrasi charchagan, ichida olov o'chgan, faqat tutum qolgan bir ayol turibdi. Ayniqsa jabrlanganlarning ko'payib borayotgani, har bir yuzning ortida bir buzilgan taqdir turgani nazokatning fojiasini yanada og'irlashtirdi. U birgina odamning nafratiga qarshi turishi mumkin edi, lekin umumiy xotiraga qarshi turib bo'lmaydi. Chunki odamlar bir-biridan mustaqil holda bir xil og'riqni ayta boshlasa, u yerda tasodif emas, tizim bo'ladi. Bu qism nazokatning asl fojiasi boylik yoki ozodlikni yo'qotish emasligini ham ko'rsatdi. Uning eng katta mag'lubiyati shundaki, u hech qachon sevgi orqali yashamagan, faqat nazorat orqali yashagan. Shu sababli bugun u yolg'iz qolganida, uning yonidan ketganlar faqat sheriklar emas, balki u hech qachon chin dildan ushlab turolmagan qalblar ekanini ko'rdik. Telefonning jiringlashi, eshikdan keladigan eng kichik ovoz, har bir jimlikning o'zi nazokat uchun hukmday eshitildi. U qo'lini cho'zsa, hech kimning qo'lini ushlay olmaydi. Gapirsa, javob topolmaydi. Tashqarida hali hammasi tugamagandek, lekin ichkarida hammasi qulab bo'lgan. Mana shu ichki qulash keyingi qismlarda undan eng xavfli qarorlarni kutishimizga sabab bo'ladi. Chunki burchakka tiqilgan odam ikki yo'ldan birini tanlaydi. Yo tan oladi, yo yana bir bor hammani o'zi bilan birga tortib ketishga urinadi. Nazokatning tabiati esa ikkinchi yo'lga yaqinroq. Sodiq Turg'unovich esa bu qismda nihoyat pul bilan kechiktirib kelgan haqiqatiga yuzlandi. Juda kech, lekin juda og'ir haqiqat. Uning yolg'izlikdagi holati, o'tmishga qaytib qarashi, oilaviy suratga termilishi bejiz emas. U kechasi yolg'iz uyda o'tirganida eski albomni varaqlarkan, har bir surat unga o'zini eslatardi. Qanchalar yillar ketgan, qanchalar imkoniyat yo'qolgan. Bu detallar shuni ko'rsatadiki, u birinchi marta boylikning himoya emas, balo ham bo'lishini tushundi. Qo'lidagi pullar endi og'irlik bo'lib, uni yerga tortayotgandek edi. Eng kuchli sahnalardan biri ham aynan uning afzal oldida egilishi bo'ldi. Bu oddiy uzr emas edi. Bu yillar davomida o'zini balandroq ko'rgan odamning ichki qulashidir. Uning tizzalari titragan, ovozi bo'g'ilib qolgan, so'zlarni topish qiynalgan. Avval u odamlarni pul bilan o'lchagan bo'lsa, endi jimlik bilan o'lchanyapti. Afzalning oldida paydo bo'lgan o'sha noqulay sukunat nafratdan ham kuchliroq edi. Chunki u yerda endi g'azabdan ko'ra og'riq ko'proq edi. Ba'zan kechirim so'rashning o'zi ham kechikkan adolat bo'lib qoladi. Sodiq Turg'unovich aynan shunday nuqtaga yetib keldi. Lekin bu qahramonning pushaymonligi tozalovchi kuchga aylanadimi yoki faqat navbatdagi ruhiy jazomi? Mana shu savol ochiq qoldi. Uning yuzida endi avvalgi ishonch yo'q. Ko'zlarida endi yaltiroq emas, xiralik bor. Chunki u hanuz ham barcha xatolarni ochiq aytib yuborgan odam emas.
U ichidan ezilmoqda, lekin hali to'liq yechilib ketgani yo'q. Uning ko'ngli og'riydi, lekin tili hali bo'ysunmaydi. Shuning uchun keyingi qismlarda undan juda keskin qadam kutish mumkin. U yoki o'zini qutqarish uchun muhim sirlarni oshkor qiladi, yoki kech qolgan vijdoni sabab boshqalarning qutulishiga yo'l ochadi. Ayniqsa nazokatga oid yashirin rishtalar, moliyaviy qarorlar yoki avval yopib yuborilgan voqealar aynan Sodiq Turg'unovich orqali yuzaga chiqishi mumkin. Chunki pushaymon odamning eng og'ir Jahongir chizig'i esa alohida xavotir uyg'otdi. Tashqaridan qaraganda u hali ham ish yuritayotgan, hisob-kitob qilayotgan, go'yoki vaziyatni ushlab turgan odamga o'xshaydi. U hali ham kompyuter oldida o'tiradi, raqamlarni ko'zdan kechiradi, qo'ng'iroqlarni qabul qiladi. Lekin ichkarida u allaqachon ikkiga bo'lingan. Pulga ehtiyoj, foydaga intilish, o'tgan yo'lini oqlash istagi bir tomonda turibdi. Vijdon va qo'rquv esa boshqa tomonda. Uning tergovga ketishidan oldingi holati juda ko'p narsani aytib berdi. Qaltiragan qo'llar, ichilmagan choy, uyqudan uyg'ongan xotinga aytilgan yolg'on, bularning hammasi bir odam tashqi tartibni ushlab turgandek ko'rinsa ham, ichkarida buzilib bo'lganini ko'rsatadi. U nonushta stoliga qo'lini cho'zganida, qo'li titragan, choy piyolasi likopchaga urilib, mayda tovush chiqargan. U darhol qo'lini tortib olgan, xotini hech narsani sezmagandek qilgan, lekin ikkisi ham bilishardi, nimadir noto'g'ri ketyapti. Eng yomon yolg'on bu o'zing ham ishonmaydigan yolg'on. Jahongir aynan shunday yolg'onni tanladi. Bu esa kelgusi qism uchun juda katta signal. Chunki Jahongir hali to'liq yomon odamga aylangani yo'q, lekin yaxshi tomonga burilish uchun ham kechikib qolishi mumkin. Ana shu oraliq holat eng fojiali nuqta. Agar u nazokatning qulashidan saboq olsa, u kutilmaganda hamkorlik qilishi, ko'milgan haqiqatlarni ochishi mumkin. Ammo agar u pulni qutqaruvchi deb o'ylashda davom etsa, u aynan nazokat yurgan yo'lning boshqa ko'rinishiga aylanadi. Uning ichidagi kurash har kuni kuchayib bormoqda. U kechalari uyqusiz yotib, shiftga qarab, qilgan ishlarini birma-bir eslaydi va har safar yuzini qo'li bilan berkitadi. Va bunday hollarda drama odatda bir narsani ko'rsatadi. Odam boshqasining xatosidan emas, o'zinikidan yiqiladi. Qism ichidagi mayda oilaviy tafsilotlar ham bejiz qo'yilmadi. Homilador kelinning holati, uy ichidagi charchoq, kichik harakatlardagi erinchoqlik, bular oddiy fon emas. Uy ichida endi avvalgi kulgu yo'q, ovozlar pasaygan, qadamlar sekinlashgan. Bir xonadan ikkinchi xonaga o'tishning o'zi katta kuch talab qiladigan bo'lib qolgan. Bu oila ichiga tushgan bosim tanaga ham, ruhga ham ko'cha boshlaganning belgisi. Demak, oldinda faqat tergov yoki fosh bo'lish emas, oilaviy sinovlar ham kuchayadi. Odatda shunday sahnalar keyinroq juda katta oqibatlarning ildizi bo'lib chiqadi. Ya'ni bu yerda savol faqat kim jazolanadi degan savol emas. Savol shuki, kimning gunohi eng begunoh odamlarga uriladi. Ana shu nuqta bu dramani yanada alamli qiladi. Menga eng kuchli tuyulgan narsa shundaki, bu qism qahramonlarni harakat bilan emas, holat bilan ochdi. Kimningdir ko'zi, kimningdir jimligi, kimningdir titragan yelkasi, kimningdir yolg'oni. Mana shu mayda belgilar kelajakdagi portlashning ovozsiz boshlanishi bo'ldi. Ko'zlar endi avvalgiday emas. Ular nimanidir yashiradi, lekin nimani yashirayotganini ko'rsatib ham qo'yadi. Jimliklar endi bo'sh emas, ular og'irlik bilan to'lib toshgan. Har bir daqiqa ichida odamlar o'zlarini ushlab turishga harakat qilishyapti, lekin ularning qo'llari allaqachon bo'shab qolgan. Shuning uchun oldinda kutilayotgan to'qnashuvlar oddiy qarama-qarshilik bo'lmaydi. Nazokat yonib tugamasdan oldin kimnidir o'zi bilan tortib ketishga urinadi. Sodiq Turg'unovichning vijdoni uzoq turmaydi. U yaqin orada og'ir tanlov qiladi. Tamar sukutdan harakatga o'tadi va bu harakat ko'pchilikni larzaga soladi. Jahongir esa yo o'zini saqlab qolish uchun boshqalarni sotadi, yo o'zini yo'qotish evaziga haqiqatga yon beradi. 3-qism va eng dahshatlisi, bu qismdan keyin ortga qaytish yo'qdek tuyuladi. Chunki ayrim qahramonlar endi xato qilgan odamlar emas,
tanlov qilgan odamlarga aylandi. Ular bir paytlari tasodifan yoki bilmagan holda qadam qo'yishgan. Endi esa ular hamma narsani bilgan holda qaror qabul qilishyapti. Tanlov esa doim jazoni ham, qutulishni ham o'zi bilan olib keladi. Har bir tanlovning narxi bor. Bu narxni esa ular asta-sekin to'lay boshlashgan. Endi savol kim aybdorligida emas. Endi savol kim birinchi bo'lib sindi, kim birinchi bo'lib sotdi, kim birinchi bo'lib haqiqatni aytadi. Ana shunda hammasi bir zumda o'zgaradi. Shu o'zgarish kelayotganini esa bu qism juda sokin, juda og'riqli va juda aniq sezdirib ketdi. Nazokatning qo'llari endi titraydi. Bu titroqni u hech qanday kuch bilan to'xtata olmaydi. U o'z xonasida yolg'iz, derazadan tashqariga qaraydi, lekin tashqarida nima bo'layotganini ko'rmaydi. Faqat ichdagi vayronagarchilikni ko'radi. Sodiq Turg'unovich esa yana bir bor kechki ovqat stolida yolg'iz o'tiradi. Qarshisida sovib qolgan taom, yonida esa hali ochilmagan bir shisha. U qo'lini cho'zib shishani oladi, lekin qo'yib qo'yadi. Ichish ham endi og'riqni ketkizmaydi. Tamar esa uzoq vaqtdan keyin birinchi marta o'z uyining derazasini ochadi. Tashqaridan esayotgan shamol yuziga tegadi. U ko'zlarini yumadi va birinchi marta uzoq vaqtdan keyin yengil nafas oladi. Bu